Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan shunchaki bir yangilikni emas, balki hayotingizga, kelajagingizga, moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladigan o'ta muhim mavzuni muhokama qilish uchun yig'ildim. Video nomida yozilgandek решение принято. Pensiya будет по-новому. Ha, bu aynan shunday. Yangi qaror qabul qilindi va u bizning pensiya tizimimizni tubdan o'zgartiradi. Kimdir xotirjam bo'lishi mumkin, kimdir esa jiddiy tashvishlanishi mumkin. Lekin bir narsa aniq, bu ma'lumot har birimiz uchun nafaqaga chiqqan, nafaqaga yaqinlashayotgan yoki hatto endi mehnat faoliyatini boshlayotgan har bir fuqaro uchun kritik darajada muhim. Odatdagidek kanalimizda dolzarb va hayotiy mavzularni chuqur tahlil qilamiz. Bugungi video ham istisno emas. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu menga sizga yanada ko'proq foydali va kerakli ma'lumotlarni yetkazishda motivatsiya beradi. Keling, kechiktirmasdan mavzuga kirishaylik. Muammoning mohiyati avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo eski pensiya tizimi qanday ishlaganini qisqacha eslab o'taylik. An'anaviy pensiya tizimimizda pensiyani hisoblashda asosan 3 ta asosiy omil inobatga olingan. Bu sizning umumiy mehnat stajingiz, maoshingizning hajmiga bog'liq bo'lgan shaxsiy ish haqi koeffitsientingiz va pensiyani hisoblash uchun qabul qilinadigan o'rtacha ish haqi miqdori. Ko'pincha pensiya tayinlashda oxirgi o'rnlikdagi eng yuqori ish haqi olingan 5 yilning o'rtachasi hisobga olinardi. Bu tizim bir qarashda oddiy tuyulardi, ammo u o'zining kamchiliklariga ega edi. Masalan, norasmiy ish bilan bandlik, ya'ni konvertda ish haqi olish holatlari rasmiy staj va ajratmalarning kamayishiga olib kelardi. Bu esa oxir-oqibat nafaqaga chiqqanda kutgan pensiya miqdoridan ancha kam pul olishga sabab bo'lardi. Ko'plab odamlar yillar davomida ishlagan bo'lsa-da, pensiya hisoblanganda ularning haqiqiy mehnatiga mutanosib bo'lmagan summalarga duch kelishardi. Ba'zida esa pensiya fondiga ajratmalari yetarli darajada ta'minlanmagani sababli pensiya tizimining barqarorligi borasida ham savollar tug'ilardi. Lekin endi hammasi boshqacha bo'ladi. Yangi qaror bilan pensiya tizimida tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu shuni anglatadiki, bundan buyon pensiya tizimi yanada shaffof, adolatli va har bir fuqaroning shaxsiy hissasiga bevosita bog'liq bo'ladi. Eng asosiy o'zgarish shundaki, pensiyani hisoblashda har bir fuqaroning butun mehnat faoliyati davomidagi rasmiy ish haqi va pensiya fondiga to'lagan ijtimoiy ajratmalari to'liq hisobga olinadi. Endi faqat ma'lum bir davrning o'rtacha ish haqi emas, balki sizning butun ish stajingiz davomida amalga oshirilgan to'lovlar miqdori asosiy mezon bo'ladi. Bu degani, siz qancha ko'p va qancha yuqori rasmiy ish haqi olib, shunga yarasha pensiya fondiga ajratmalar to'lagan bo'lsangiz, shuncha yuqori pensiya olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu tizim pensiya fondining barqarorligini oshirishga va har bir fuqaroning o'z kelajakdagi pensiyasiga shaxsan javobgarlik hissini kuchaytirishga qaratilgan. Asosiy qism B. Batafsil tahlil. Nimalarni bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas. Keling, yangi tizimning mohiyatini yanada chuqurroq tushunib olaylik. Endi pensiyani hisoblashda asosiy e'tibor har bir ishlovchi fuqaroning shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvaragidagi mablag'lar harakatiga qaratiladi. Ya'ni sizning yillar davomida pensiya jamg'armasiga kiritgan har bir tiyiningiz kelajakdagi pensiyangizning poydevori bo'ladi. Bu tizim sizning mehnat stajingiz bilan birga har bir oydagi rasmiy daromadingizdan olingan ijtimoiy soliq ajratmalarining umumiy summasiga katta ahamiyat beradi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Birinchi navbatda nafaqaga chiqish arafasida turgan, ammo mehnat stajida uzilishlar yoki rasmiylashtirilmagan ish davrlari mavjud bo'lganlar tashvishlanishi kerak. Tasavvur qiling, 55 yoshli ayol, ismini Shahnoza opa deb ataylik. Uning rasmiy mehnat staji 20 yilni tashkil etadi, lekin u 5 yil davomida norasmiy ravishda, ya'ni mehnat daftarchasiga yozilmagan holda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan. Eski tizimda bu 5 yil umuman hisobga olinmas edi, lekin uning pensiyasi asosan mavjud rasmiy staji va eng yaxshi 5 yillik ish haqiga asoslanib hisoblanar edi. Endi esa yangi tizimda o'sha 5 yillik norasmiy ish davri uchun pensiya fondiga hech qanday ajratma to'lanmagani uchun uning umumiy pensiya ballari yoki jamg'armasi sezilarli darajada kamayadi. Agar Shahnoza opaning rasmiy o'rtacha ish haqi har oyda 3 million so'm bo'lgan bo'lsa, eski tizim bo'yicha u taxminan 48 million so'm pensiya olishi mumkin edi.
bu shartli raqamlar pensiya qonunchiligidagi formulalarga bog'liq. Yangi tizimda esa o'sha 5 yillik tushib qolgan ajratmalar sababli uning umumiy pensiyasi 2,5 million so'mga tushishi mumkin. Ya'ni oyga 300 ming so'mga yaqin yo'qotish bo'lishi mumkin. Bu albatta shartli hisob-kitob, lekin mohiyati shundaki, har bir norasmiy davr pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi toifa bu butun mehnat faoliyati davomida doimiy ravishda past rasmiy ish haqi olgan fuqarolar. Misol uchun Mirjalol aka 60 yoshda 30 yil davomida doimiy ish stajiga ega, lekin uning rasmiy ish haqi doim minimal ish haqiga yaqin bo'lgan. Chunki asosiy daromadi norasmiy qo'shimcha ishdan kelgan. Eski tizimda uning pensiya ma'lum bir minimal chegara ostiga tushmasligi kafolatlanardi. Yangi tizimda esa uning pensiyasi to'g'ridan to'g'ri pensiya fondiga qilingan ajratmalarning umumiy hajmi bilan bog'liq bo'ladi. Agar 30 yil davomida minimal daromaddan ajratma to'lagan bo'lsa, bu holda uning pensiyasi ham minimal darajada bo'ladi. Bu uning uchun jiddiy muammo. Chunki u nafaqaga chiqqanda faqat rasmiy daromadlariga tayangan holda yashashi kerak bo'ladi. Kimlar tashvishlanmasligi kerak yoki kimlar yutadi? Bu tizimdan eng ko'p foyda ko'radiganlar bu uzoq yillar davomida uzluksiz rasmiy ravishda yuqori ish haqi olib, pensiya fondiga muntazam va yuqori miqdorda ajratmalar to'lagan fuqarolar. Masalan, Gulnora opa 6 yoshda 35 yil davomida yirik korxonada yetakchi mutaxassis bo'lib ishlagan. Uning o'rtacha oylik ish haqi 5 million so'mdan oshgan va u har oy pensiya fondiga belgilangan miqdorda to'lovlarni amalga oshirgan. Eski tizimda ham uning pensiyasi ancha yuqori bo'lardi, taxminan 2,1 million so'm atrofida. Yangi tizimda esa uning yillar davomidagi yuqori ajratmalari to'liq hisobga olingani sababli uning pensiyasi yana adolatliroq va hatto biroz ko'proq, aytaylik 7 million so'm bo'lishi mumkin. Chunki yangi tizimda har bir so'm ajratmaning qadri oshadi. Bunday fuqarolar uchun bu tizim adolat tamoyilini yanada kuchaytiradi. Chunki ular o'z mehnatiga va moliyaviy hissalariga yarasha pensiya oladilar. Shuningdek, o'z karyerasini endi boshlayotgan yosh avlod ham, agar ular hozirdan o'z pensiya kelajaklari haqida jiddiy o'ylab, faqat rasmiy ish joylarida ishlashga va imkon qadar yuqori rasmiy ish haqi olishga intilsalar, bu tizimdan foyda ko'radilar. Ular yillar davomida to'plagan jamg'armalari evaziga mustahkam pensiyaga ega bo'lishlari mumkin. Bu tizim yoshlarni oq iqtisodiyotga faolroq kirishga va o'z ishlarini rasmiylashtirishga undaydi. Chunki bu ularning shaxsiy manfaatlariga to'g'ridan to'g'ri xizmat qiladi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi, yangi pensiya qonunchiligida ham bir qator istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va dastlab ko'zga tashlanmaydigan noaniq nuanslar mavjud. Bularni bilish sizni ko'plab kutilmagan vaziyatlardan asraydi. Istisnolar. Birinchidan, maxsus toifadagi fuqarolar uchun qoidalar biroz farq qilishi mumkin. Masalan, harbiy xizmatchilar, ichki ishlar organlari xodimlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining pensiya ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Ularning xizmat staji va pensiya hisoblash mexanizmi umumiy fuqarolik pensiyasidan farq qilishi mumkin. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oila a'zolari va ko'p bolali onalar uchun ham alohida imtiyozlar va pensiya ta'minoti qoidalari saqlanib qolishi mumkin. Masalan, ko'p bolali onalarga ma'lum bir yoshga yetganda va belgilangan farzandlar soniga ega bo'lganda umumiy pensiya yoshidan ertaroq pensiyaga chiqish imkoniyati berilishi mumkin. Bunda ularning bolalarga qarash davri ham stajga qo'shilishi mumkin. Bu kabi istisnolar yangi tizimda ham saqlanib qolishi mumkin. Ammo ularning hisoblash mexanizmlari ham umumiy tamoyillar asosida modernizatsiya qilinishi kutilmoqda. Shuning uchun agar siz ushbu toifalardan biriga kirsangiz, o'zingizga tegishli qonun hujjatlarini diqqat bilan o'rganishingiz shart. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. Birinchi tuzoq bu kulrang yoki norasmiy mehnat davrlari. Yuqorida aytib o'tganimdek, yangi tizimda har bir rasmiy to'lov muhim. Agar siz uzoq yillar davomida rasmiy ish haqingizni ataylab kam ko'rsatib, qolganini konvertda olgan bo'lsangiz yoki umuman norasmiy ishlagan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga hech qanday ajratma tushmagani uchun nafaqaga chiqqanda bu sizning pensiyangizga jiddiy salbiy ta'sir qiladi. Bu shuni anglatadiki, sizning yo'qotgan har bir rasmiy ish haqingizdan to'lanmagan ijtimoiy ajratma pensiya jamg'armangizdagi bo'shliqni yaratadi va bu bo'shliq kelajakda sizning pensiyangizni bevosita kamaytiradi. Ikkinchi noaniq nuans bu o'tish davri masalasi.
yangi qoidalar darhol bir kunda joriy etilmaydi. Odatda bunday katta o'zgarishlar uchun ma'lum bir o'tish davri belgilanadi. Bu davrda eski qoidalar bo'yicha shakllangan staj va hisobotlar qanday inobatga olinishi va yangi qoidalar qaysi sanadan to'liq kuchga kirishi kabi masalalar hal qilinadi. Masalan, agar sizning mehnat stajining bir qismi eski qoidalar bo'yicha shakllangan bo'lsa, qolgan qismi esa yangi qoidalar bo'yicha hisoblanadi. Bu davrni aniq tushunish pensiyangizni to'g'ri rejalashtirish uchun juda muhim. Ushbu o'tish davri qoidalari va uning muddati bo'yicha aniq ma'lumotlarni pensiya fondidan olishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi tuzoq bu hujjatlarning to'g'riligi va to'liqligi. Ko'pchilik o'zining mehnat daftarchasiga yoki elektron mehnat daftarchasidagi yozuvlarga e'tibor bermaydi. Ba'zida ish beruvchilar tomonidan xatolar qilinadi. Yozuvlar noto'g'ri kiritiladi yoki umuman kiritilmaydi. Agar sizning stajingizda ma'lum bir davr umuman aks ettirilmagan bo'lsa yoki ish haqi miqdori noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, bu ham kelajakdagi pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'z vaqtida bu xatolarni aniqlab tuzatmasangiz, pensiya tayinlashda jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu ayniqsa eski hujjatlar, masalan, 20-asrning oxirlaridagi ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 4-chi muhim nuans ixtiyoriy ajratmalar masalasi. Ba'zi mamlakatlarda fuqarolar o'z xohishlariga ko'ra pensiya jamg'armasiga qo'shimcha mablag' kiritish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ularning kelajakdagi pensiyasini oshirishga xizmat qiladi. Hozirda bizning qonunchiligimizda bu kabi ixtiyoriy ajratmalar tizimi qanchalik rivojlanganligi yoki yangi qaror bilan unga qanday o'zgartirishlar kiritilishi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Agar bunday imkoniyat yaratilsa, o'z pensiya jamg'armasini mustahkamlashni istaganlar uchun bu juda qulay vosita bo'lishi mumkin. 5-chi noaniq jihat bu inflyatsiyaning pensiya qiymatiga ta'siri. Pensiya jamg'armasiga yillar davomida kiritilgan pullarning qadri inflyatsiya tufayli vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Yangi tizimda bu masalaga qanday yechim topilgan? Pensiya mablag'lari indeksatsiya qilinadimi? Ya'ni ularning xarid qobiliyati saqlanib qoladimi? Bu ham juda muhim savol bo'lib, pensiya tizimining uzoq muddatli barqarorligini va adolatliligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Bu kabi ma'lumotlarni ham pensiya jamg'armasidan aniqlashtirishingiz lozim. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, ushbu yangi qoidalar sizga qanday ta'sir qilishini tushunish va kelajakdagi pensiyangizni maksimal darajada himoya qilish uchun siz aniq qadamlar tashlashingiz kerak. Men sizga hozir qanday amaliy harakatlarni amalga oshirishingiz lozimligini batafsil tushuntiraman. Ilk qadam o'zingizning pensiya hisob varag'ingizni yoki stajingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshiring. Birinchi va eng muhim qadam bu sizning shaxsiy pensiya hisob varag'ingizdagi ma'lumotlarni tekshirish. Buni qanday qilishingiz mumkin? Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilib, siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga borib, shaxsiy pasportingizni taqdim etgan holda o'z mehnat stajingiz va pensiya fondiga kiritilgan ajratmalar haqidagi batafsil ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Ular sizga mehnat faoliyatingizga oid barcha rasmiy hisobotlarni taqdim etishlari shart. Mening.gov.uz portali orqali. Agar sizning shaxsiy identifikatsiya raqamingiz JChashir bo'lsa va elektron raqamli imzoga ega bo'lsangiz, Mening.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali o'z shaxsiy kabinetingizga kirib, onlayn tarzda o'z mehnat stajingiz va pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan ajratmalar to'g'risidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bu eng qulay va tezkor usuldir. Bu ma'lumotlar odatda elektron mehnat daftarchasida ko'rinishda taqdim etiladi. Ikkinchi qadam. Mehnat stajingiz va rasmiy ajratmalaringizni tasdiqlovchi hujjatlarni tekshiring. Olingan ma'lumotlarni o'zingizda mavjud bo'lgan hujjatlar bilan solishtiring. Nimalarga e'tibor berish kerak? Mehnat daftarchasi. Mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlarning to'g'riligini, har bir ish joyiga qabul qilingan va undan bo'shatilgan sanalarning to'g'riligini, lavozim nomlari va korxona muhrlarining mavjudligini tekshiring. Ish haqi sertifikatlari. Agar sizda eski ish haqi sertifikatlari bo'lsa, ularni ham ko'zdan kechiring. Hozirda bu hujjatlar elektron bazada saqlanadi. Ammo agar sizda 2005 yilgacha bo'lgan davrga oid qog'oz shaklidagi ish haqi ma'lumotlari bo'lsa, ularning to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Mehnat shartnomalari. Agar ish joyingizda mehnat shartnomalari saqlangan bo'lsa, ularni ham ko'rib chiqing. 3 qadam.
agar nomuvaffaqiliklar aniqlansa nima qilish kerak? Agar siz o'z hisob varag'ingizdagi ma'lumotlar bilan sizda mavjud bo'lgan hujjatlar o'rtasida farq topsangiz, masalan, ish stajingizda uzilishlar, norasmiy ishlagan davrlar yoki noto'g'ri yozuvlar bo'lsa, zudlik bilan harakat qiling. So'nggi ish beruvchingizga murojaat qiling. Agar xato yaqin vaqt ichida bo'lgan bo'lsa, avvalo so'nggi ish beruvchingizga murojaat qiling. Ular noto'g'ri ma'lumotlarni tuzatishlari yoki etishmayotgan ma'lumotlarni taqdim etishlari mumkin. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar ish beruvchi yordam bera olmasa yoki muammo uzoq o'tmishga oid bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Siz yozma ariza bilan murojaat qilishingiz va mavjud barcha tasdiqlovchi hujjatlarni, mehnat daftarchasi, buyruqlar nusxalari, ish haqqi sertifikatlari, arxiv ma'lumotnomalari ilova qilishingiz kerak bo'ladi. Ular sizning murojaatingizni ko'rib chiqib, tegishli choralar ko'rishlari shart. Sudga murojaat qilish. Agar barcha imkoniyatlar tugab, o'z huquqlaringizni himoya qila olmasangiz, oxirgi chora sifatida sudga murojaat qilishingiz mumkin. Bu murakkabroq yo'l, ammo ba'zida stajni yoki ish haqi miqdorini sud orqali tasdiqlash zarur bo'ladi. 4 qadam. Nafaqaga yaqinlashayotganlar uchun pensiyani hisoblashni so'rang. Agar siz nafaqaga chiqishga bir necha yil qolgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, yangi qoidalar asosida sizning potensial pensiyangizni taxminiy hisoblab berishlarini so'rang. Bu sizga o'z moliyaviy kelajagingizni aniqroq rejalashtirishga yordam beradi. Ulardan qanday hujjatlar talab qilinishi mumkinligini aniqlang va ularni tayyorlab qo'ying. Ba'zi pensiya jamg'armasi bo'limlarida pensiya kalkulyatori xizmati mavjud bo'lishi mumkin. Bu sizga dastlabki hisob-kitoblarni onlayn amalga oshirish imkonini beradi. 5 qadam. Agar norasmiy ishlagan bo'lsangiz, uni qonuniylashtirish yo'llarini o'rganing. Agar sizda norasmiy ishlagan davrlar mavjud bo'lsa, bu davrni rasmiylashtirish imkoniyatlarini o'rganing. Ba'zi hollarda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib, davlat pensiya sug'urtasiga ixtiyoriy ravishda ajratmalar orqali stajni to'ldirish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Bu davlat siyosatiga va joriy qonunchilikka bog'liq. Pensiya jamg'armasidan bu borada batafsil maslahat oling. Bu yo'l bilan siz o'sha bo'shliqni to'ldirish va kelajakdagi pensiyangizni sezilarli darajada oshirish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. 6 qadam. Kelajakdagi karyerangizni yangi qoidalarni hisobga olgan holda rejalashtiring. Ayniqsa yosh avlod vakillari uchun bu juda muhim. Ish joyi tanlashda nafaqat bugungi maoshga, balki ish beruvchining pensiya jamg'armasiga rasmiy ajratmalarni o'z vaqtida va to'liq to'lashiga ham e'tibor bering. Har doim rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlashga, rasmiy ish haqingiz to'liq ko'rsatilishiga intiling. Yuqori rasmiy daromad bu kelajakdagi yuqori pensiya garovidir. Shu bilan birga har yili o'z mehnat stajingiz va pensiya jamg'armasiga ajratmalaringizni muntazam ravishda tekshirib borishni odat qiling. Bu oddiy qoida sizni kelajakda ko'plab muammolardan qutqaradi. 7 qadam. Ma'lumotni kuzatib boring. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda takomillashib boradi. Shuning uchun o'zgarishlar va yangiliklardan xabardor bo'lib turish juda muhim. Ishonchli axborot manbalarini, masalan, hukumatning rasmiy portallari, pensiya jamg'armasining veb-sayti, ishonchli yangiliklar agentliklari kuzatib boring. Mening kanalim ham sizni doimiy ravishda eng dolzarb ma'lumotlar bilan ta'minlashga harakat qiladi. Shuning uchun obuna bo'lib, xabarnomalarni yoqib qo'yishni unutmang. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videomizda biz pensiya tizimidagi global o'zgarishlarni batafsil muhokama qildik. Esingizda bo'lsin, bu shunchaki qog'ozdagi qonun o'zgarishi emas, balki har bir fuqaroning kelajakdagi moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir qiluvchi jiddiy transformatsiya. Endi sizning pensiyangiz bevosita sizning butun mehnat faoliyatingiz davomidagi rasmiy hisoblaringizga bog'liq bo'ladi. Har bir rasmiy ishga qabul qilish, har bir oylik maoshdan to'lanadigan ijtimoiy ajratma pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisob varagingizga tushadi va kelajakda sizning farovonligingizni ta'minlaydi. Bu o'zgarishlar bizga o'z pensiya kelajagimizga yanada mas'uliyatli yondashishimiz kerakligini ko'rsatadi. Norasmiy ishga, konvertdagi maoshga beparvo bo'lish, o'z stajingiz va ajratmalaringizni tekshirmaslik sizga qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun men sizni yana bir bor quyidagi muhim harakatlarga chorlayman. Ushbu video ostidagi izohlarda o'z fikringizni, savollaringizni yozib qoldiring. Bu masala bo'yicha qanday fikrdasiz? Sizda qanday savollar paydo bo'ldi?
Men har bir yozuvni diqqat bilan o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Sizning savollaringiz keyingi videolarim uchun asos bo'lishi mumkin. Okay, videoni yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Bu kanalimizning rivoji uchun juda muhim va boshqa ko'plab insonlarga bu muhim ma'lumotni yetkazishga yordam beradi. 30 va eng asosiysi kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki sizni kelajakda ham shunga o'xshash hayotiy va dolzarb ma'lumotlar kutmoqda. O'z kelajagingiz uchun mas'uliyatni o'z qo'lingizga oling. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.